bozorda arava tortadiganlar yoki bo'lmasa mana mardikor bozorda ishlaydigan yigitlarni bittadan Covid bo'lib og'ir ahvolga tushib qolganini ko'rmadim. Immunitetga ta'sir qiladigan narsalardan eng kattasi stress. Hattoki sovuq ham immunitetga stresschalik yomon ta'sir qilmaydi. Xo'p, buni qanaqa isbotlaymiz desangiz, mana oddiy misol aytaman. Biz pandemiya o'tkazdik. Ya'ni koronavirus pandemiyasi bo'ldi, pandemiya o'tkazdik. Mana pandemiyada kuzatishlarim shuni ko'rsatdiki, pandemiyada asosan o'ziga to'q, sotsial holati yaxshi, puli bor, yashash sharoiti yomon bo'lmagan odamlarda o'lim ko'p kuzatildi. Hayron qolasiz. Nimagadir kechirasiz, sotsial holati yaxshi bo'lmagan, qiynalgan, masalan, bozorda arava tortadiganlar yoki bo'lmasa mana mardikor bozorda ishlaydigan yigitlarni bittadan Covid bo'lib og'ir ahvolga tushib qolganini ko'rmadim. Nima uchun? Mana shu yerda stress katta rol o'ynadi. Qanaqa bo'ldi? Bu yerda endi tasavvur qiling, puli bor, imkoniyati bor odam. Televizorni qo'ysa o'lim, qo'shnisidan eshitsa o'lim, og'aynis telefon qilyapti, palonchi o'tib qolibdi, voy men bu og'irlashib qolibti, men bunda 70% ekan, men bunda 80% ekan, o'pkasiga o'tib ketibdi, balo battar shu gaplar, to'g'rimi? Mana shu stress. Endi u qo'rqadi, nimadan? Uni yo'qotadigan narsalari bor. Boyligi bor, yaxshi sharoiti bor. Maksimal o'zini ehtiyot qilishga, maksimal o'zini asrashga harakat qiladi. Har kun shu haqida o'ylaydi. Uning uchun bu katta stress, bu katta qo'rquv. Bilingki, aynan shu holat insonning immun sistemasini keskin tushib ketishiga, kurashuvchanligini pasayib ketishiga sabab bo'ladi. Nimaga ko'chada arava tortib yurgan aravakash yigit unaqa holatga tushmadi? Uni kechirasiz, yo'qotadigan narsasi yo'q. U bugun 200 ming, 300 ming topib, oilasini boqish kerak. U xayolida koronavirus ham yo'q. Maska ham taqmaydi. Navoda kasal koronavirus yursa ham qiladi, yo'taladi, ketadi. Hech qanaqa muammo. Lekin u odam kasal bo'lib qolsa, hatto kasal bo'lmadi, salgina ismasi chiqsa, salgina mazasi bo'lmasa bo'ldi, xayoliga birinchi narsa o'pkam o'tibdi, mazam bo'lmaydi, endi nima qilaman, o'lib qolsamchi, hozir og'irlashib qolsamchi, nima qilsam bo'ladi, qanaqa bu kasaldan qutulsam ekan degan qo'rquv, xavotir. Mana shu xuddi shu odam shunaqa zo'r sharoitda, shunaqa zo'r ovqatlanadi, lekin immunitet stress hisobiga tushgani hisobiga haqiqatdan ham o'pkasiga o'tib ketadi. 60-70% reanimatsiyaga tushadi. Chiqsa, chiqmasa vafot etadi. Bunaqa holatlar juda ko'p bo'ldi. Aynan shu yerdan xulosa qilsak bo'ladiki, stress immun tizimiga hamma narsadan, sovuqdan, ovqatlanmaslikdan, juda boshqa qiyin sharoitlardan ham ko'ra salbiy ta'sir qiladi va organizmni, ayniqsa immun sistemasini keskin zaiflashishiga olib keladi.